Assalomu alaykum. Abdulhay darvoza kuzatuvchilar, mana bunday xolasi darvozamiz Andijon Sho'ron darvozasi. Andijondan o'lchaganman. Endi o'lchab obzorni tashlaganman o'lchagan joyimni. Okalarimiz podpiska bo'lishgan bizga. Andijon Sho'roli akalarimiz mana bunday xolasi darvozani tayyor holatda inshaalloh. Bizda O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmati, ustonovka xizmati, o'lchov xizmati mutlaq bepul. Darvozamiz sifatlar ideal holatda. Biz xudo xolasa narx-navoda konkurensiya qila olmaymiz, lekin sifat bo'yicha birinchi o'rinda turadi sifat bizda. Hech qayerga antigrant urmaymiz. Bu yo'q xotirjam gellab, yuvib artgandan keyin oqarib bo'lish bo'lmaydi bizda. Sifatlarni bitta e'tibor berib qo'yasizlar okalar, xudo xolasa. Chiroyli holatda turibdi, tepalargacha silliq bo'lgan. Inshaalloh bizda Abdulhay darvozalarida har bitta ishlatilgan material, har bitta joyini jilvirlanishi, boshqasi hammasi kafolatlangan sifat juda chiroyli holatda. Magnetimizga bitta lak bosib qo'yasizlar. Bu 3 qavatli varianti. Mana orqa taraf qanaqa deyilsa, mana orqa taraf tekis holat. Orqasi tekis bo'lgan. Mana bular bu restorani variant. Bu uzun Samarqand fason. Mana bu eng full variant. 3 qavatli varianti. Bu ham shu restorani vibreli varianti. Vibreli variant, xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli yaxshi darvozalar kerak bo'lsa, Abdulhay darvozalariga murojaat qilaverasizlar, inshaalloh. Sifatli qilib, yaxshi holatda qilib ishlaringlarni bajarib beramiz. Biz bilasizlar, uzoqdan ham olaveramiz, yaqinlashtirib ham olaveramiz. Har bitta darvozamizni videolarini sifat juda chiroyli holatda. Bitta yuvib tozalanadi, ozgina chang turibdi. Yaxshi holatda o'ynaydi. Seximiz, xudo xolasa, Kamshboy Promzona bozorining oldida. Sog' bo'linglar, charchamadim.